Assalomu alaykum, hurmatli Bekomix kanali obunachilari, kuzatuvchilarimiz, sog'lommisizlar. Bugungi videomiz Amudaryo bo'yinida bo'layotir. Xudo xolasa, bu yangilik ham xalqqa murojaatimiz bor. Yangilik shunday iboratki, Amudaryoda suv ko'paygan. 3-4 kun oldin kelganimizda o'tliqlar boshlangan yer bor-ku. Shu yerda suv edi. Hozir beradin gegaydi. Kelib yurganlar biladi, bir Xanqa ko'prini bo'yi 100 metr sal baroqda insonga giriladi. Shu yerdan suv o'tishadigan joy bor edi. Şuraya geldik balla bilen su atışımız deb suv köpeygen ekan. Xudo xolasa tarozni yeb qaytayotimiz endi. Tarozning po'choqlarini yanglashtirib ikkitamiz xudo xolasa bize. Shuni o'zimizda netdik, Jamshidbek, Rasulbek, Ag'abek bilan kelib netib o'tiribmiz. Assalomu alaykum. Yine do'stlar, keyin bir murojaatimiz bor edi. Bu musorlarni ko'rib turibmiz-ku yine. Hammasini shu kelib yeb ichib ketamiz deganlar, tasab gitgan yine. Hem musor bo'lib tutdi. Jamshidbek aytadi, shu har kim kelgan odam o'zi bilan ikkitib, shu ikki vajini ikkitsa, hech kimga bir ziyon bo'lmaydi, tabiatni ifloslantirmaydi. Ko'proq avlodlarimizga qoladigan bir bizdan faxrlanadigan na qoldiradi deb aytib turibdi. Shuna paketda olib keladilar vajini, olib kelgan vajini stakanni, bakalashkini, bunday salfetkilarini solib ikkitsa, hech kim shunday musor bo'lmaydi. Hech kimni dili xarob bo'lmaydi-dan, kelgan odam hazatib o'tirib ketaveradi. Hozir kelgan odam ishida o'tirasi kelmaydi, yine. Molamminingni tashab ketmaydi, hech kim vajini mol prosta chiqib ketadi, uchundasi aqli yo'q. Odamzotning aqli bor endi, bular yanglashtirib netib ketsa, o'zini dunyo oxiratini foydali bo'ladigan bir amalni etgan bo'ladi. Tabiatni ziyonlashan bir gunoh ishlardan biri do'stlar. Shuning uchun har birimiz e'tiborli bo'lik, do'stlarimizga, yaqinlarimizga ulashib qo'ysak, shunday yurgan odamlarga xudo xolasa sal ta'sir etsa, yanglashtirib ketib, natijada umiddamiz xudo xolasa do'stlar. Hamma kimni yanglashtirib, tozalab, zo'r etib ketsa, inshaalloh bizdan keyin qoladigan farzandlarimizga yaxshi bir nima qoldirgan bo'lamiz. Bilasizlar, shunda polietilen, penoplast narsalar, penoplast debman, plastik narsalar eng bir tabiatni ziyonlaydigan narsalardan biri hisoblanadi. Jamshidbekning o'zining fikrini so'raymiz hozir. Jamshid, nima deysan o'zing? Nima ishatish kerak shunday tozalash uchun? O'zbek xalqimizga to'g'ri keladigan narsa emas. Ha. Hamma joyni iflos etib, shundan boshlanadi o'zi hamma narsa. Bu yosh bolalar aytmaydi buni. Katta odamlar, aqli joyina kelgan odamlar aytadi bu narsani. Shuni yanglashtirib ketsa shunday bo'lmaydi-ku, to'g'rimi axir? Hamma o'zini ikkimajini o'zi ikkitsa, shunday bo'lib yotmaydi, tap-toza turadi, to'g'rimi? Har kim o'zini bersin hisobni. Har kim o'zini javob berib biladi-ku. Beradi. Обязательно kelib birini obodonlashtirish, tozalash kerak emas. Shundaymi Rasulbek? Nima deysan o'zing? Degandan so'ng, yeb ichgandan so'ng yuzini yig'nab ketish kerak, to'g'ri. Shunday. Tabiat ham ziyon bo'lmaydi, Amudaryoni ozgina joyi shunchalik. Polni kessangiz hozir bu tonna musor chiqadi. Shuning uchun do'stlar, iltimos sizlardan aqllichilik aytdi demanglar, prosta insoniylik fikrimizni bildirib turibmiz. Shu tozalab netib ketsanglar, hech kimga ziyon bo'lmaydi, foydali bo'lsa bo'ladi. Tabiat ham ziyon yetmaydi. Hamma narsaning javobi bor, oranda so'raladi. Shuning uchun yetkazib qo'yamiz, iloji boricha ko'p tarqatsak, ko'pchilik uchun manfaatli bo'ladi, xudo xolasa do'stlar. Inshaalloh shunday ishni aytibman, tozalab ketaman deganlar bir zag'irdatib like-ni bossak, xudo xolasa ko'pchilikka tarqalib, prosmotr zo'r bo'lsa, bu madaniyatimiz rivojlangan bo'ladi do'stlar. Sog'-omon bo'linglar, yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Suv ko'paygan, yine yangiliklardan eng bir quvonarlisi shu ekan.